bitta joydan chiqib ikkinchi joyga keldim. Qizajonlar hozir o'rtoqlarim kelishyapti, komandam. O'tirib ozgina ssenariylar yozamiz, yangi videolarga. Hozirgi kunda tema bo'layotgan bironta temalar bo'lsa, takoy aktualniy temalar bo'lsa yozinglar mashitga. Biz o'sha bo'yicha videolar olmoqchimiz, chunki oxirgi mana qiz tug'ish haqidagi videomiz juda ham uchib 7 milliondan oshib ketib 8 millionga qarab ketyapti prosmotri, zo'r bo'ldi. Shunga mana shunaqa aktualniy temalar bo'lsa, aytinglar, biz sizlarning fikringizni inobatga olib, cho'tki vaynlar olamiz inshaalloh. Jo'nkalarni kutib o'tiribman endi hozir. Yana bitta narsa, bamga tushgan, blok bo'lgan, yopilib qolgan profillarni ochib berish haqida sizlarga profil qo'ygan edim. Ya'ni mana shu profilga murojaat qilasizlar deb juda ham katta profillar chiqdi. Даже 1,5 millionlik, 2 millionlik profillarni Instagram blok qilib qo'ygan. Uni sabablarini o'rganib chiqib ochib berish xizmati. Faqat iltimos sizlardan 100 mingdan oshiq bo'lgan profillar bo'yicha murojaat qilinglar. Ya'ni agar 100 mingdan oshiq podpischiklar bo'lib blok bo'lib qolgan bo'lsa, o'shanda murojaat qilinglar. U 100 ta odam, 200 ta odam, 10 mingta podpischiklik profilim blok bo'lib qoldi. Unaqalarni ochib berishmaydi bular. Chetdan turib ochishadi. Juda ham seriozniy. O'shaning uchun mayda-chuyda profillarni ochib berishmaydi. Faqatgina katta profillarni ochadi. Eng kami 100 mingtalik bo'lishi kerak. Va inshaalloh 100% garantiya bilan ochib berishadi. Bemalol ishonch bilan murojaat qilaveringlar. Maslaga profillarini qoldirdim. Opamlar bilan hozir mana bir piyola emas, bir choynak choy ustida. Bir tarafga tarvuz ustida ideyalar qildik. Xudo xolasa ertaga syomkaga chiqamiz agar mana opalarga er ruxsat bersa. Ruxsat bermasa, Sirasi, Xudo xolasa hozir mana уже ketamiz. Ideyalarni, sizlarning fikringizni inobatga olib, ideyalarni qildik. Inshaalloh endi bizdan yaxshi zo'r vaynlar kutib qolingizlar. Shu so'rashdi. Qanaqa so'rading? Qanaqa so'rading? Yaxshimisiz? Shot berib yuboring. Barchaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ko'pchilik bundan 2 hafta oldin qo'ygan videoyimda so'ragan edi. Makkada Qur'on vaqf qilish, ya'ni Makkada, Madinada Qur'on qo'yishadi. Ko'pchilik bilasizlar, ota-onasiga, o'tgan insonlarga savobi tegsin deb va kimga murojaat qilishimiz kerak bunaqa ishlarda va ishonchlisi kim deb so'rashganda men profil qo'ygan edim. Yana shunaqa so'rovlar, savollar bo'libdi. Oydin Makka profillarini yo'qotib qo'ymanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Har qanaqa ehsoniylarda, mana shunaqa xayrli ishlarda yordam beradilar. Oydin juda ham ishonchli. Men o'zim bularga bir necha marta murojaat qilganman va duolari bilan Makkaga Qur'on qo'yayotganda yoki Madinaga Qur'on qo'yayotganda duolari bilan, ism shariflar bilan chiroyli qilib videolarni ham jo'natib beradilar. Men profil qoldirdim. Tezda podpiska bosib olinglar, yo'qotib qo'ymanglar. Qizlar, muncha zo'rsizlar. Shunaqa chiroyli rasmlar kelyapti, ko'rib ko'zlarim quvnab ketyapti-da. Har xil joylarda, Makkalarda, chet davlatlarda, yana oddiy mana bu o'zimizning parklarda ham prosta farzandinglar bilan yurib ketyapsizlar, orqadan xo'jayinlar rasmga olyaptilar-da, bildirmasdan. Men endi turmushga chiqqanimdan keyin bunaqa holatga uchrayapman-da. Meni rasmga oladilar-da, keyin o'tkazib olaman o'zimga. O'zimga joy yoqmaydi. Qo'ydim, qani boshqalarda ham bormikan shunaqa rasmlar deb qo'ysam, 1 soatda 50 mingdan oshgan prosmotr, 100 tadan oshuv atmetka storieslar kelyapti. Bilmayman 24 soat ichida nima qilasizlar. Bu 50 ta emas, 500 ta emas, 50 mingtada odam ko'rgan. Yana hammasi ayollar, mashalloh. Men vashi qoyil qoldim. Yana rasmlarni ko'rganim sari ko'zlarim quvnayapti. Menga ham nasib qilsin shunaqa shirindan shakar farzandlar, ayniqsa farzandinglarni olgan rasmlari va qoyil qoldim bor, prosta.